Aqlli bola Yusuf. Qishning sovuq kunlaridan biri odamlar gavjun yo'llardan qayergadir shoshilib ketar, ularning orasida esa aqlli bola Yusuf ham bor edi. U qiziqish bilan atrofni kuzatib, maktabdan qaytayotgan edi. Ko'cha boshida baland archa, rang-barang chiroqlar bilan bezatilgan va o'rtada Yangi yil sahnasini ko'rdi. Kulayotgan bolalar, sovg'alar, baland musiqa Yusufning ko'nglida bir zum ularga nisbatan havas tuyg'usini uyg'otdi. Yusuf to'xtab qoldi. Bu chiroyli musiqa, qorbobo va qorqiz hamma xursand. Shunday ekan, bularni nimasi yomon? Nega biz ulardek Yangi yilni nishonlamaymiz deb ichida o'yladi. Yusuf ziyoli oilada ulg'ayardi. Otasi doim ilm ahllarini ziyorat qilib ehson qilar, onasi esa odob va mehr timsoli edi. Uyda ayollarga hurmat, kattalarga ehtirom hukm surardi. Kichik singlisi Maryam esa uyning quvonchi edi. Yusuf uyga o'ychan holda kirib keldi. Poyabzalini sekin yechib salom berdi. Onasi jajji Maryamga harflarni o'rgatayotgan edi. Buvisi esa joynamoz ustida Qur'on o'qib o'tirardi. Yusuf biroz jim turdi. So'ng oyi, buvi, nega biz Yangi yilni nishonlamaymiz deb so'radi. Onasi ishni to'xtatib Yusufga qaradi. Buvisi esa Qur'onni ehtiyotkorlik bilan yopdi va jilmaydi. Buvisi Yusufni yoniga chaqirdi. Peshonasidan o'pib yoniga o'tkazdi va dedi: "Bolajonim, biz har bir holatda Alloh roziligini ko'zlab ish qilamiz. Agar bir ish bizni ibodatdan chalg'itsa, gunoh ishga boshlasa, u biz uchun bayram bo'la olmaydi. Musulmon kishi Allohga xush keladigan ishlar qilsa, dinimizda buyurgan amallarni to'la to'kis bajarsa, shu kuniga shukr aytib bayram qiladi. Yangi yil kechasida esa ko'pchilik namozini kechiktiradi, qoldiradi. Paqildoqlar uyquni buzadi, yurakka vahima soladi. Biz esa qalb xotirjamligini, oilamiz tinchligini, Alloh roziligini istaymiz", dedi buvisi. Shu payt azon ovozi eshitildi. Namozga shoshiling, najotga shoshiling. Alloh buyukdir. Qara Yusuf, Alloh o'z huzuriga chorlayapti. Qanday go'zal ovoz, dedi onasi. Go'yoki bu so'zlari qulog'idan kirib, to'g'ri yuragiga o'rnashganday bo'ldi. Yusuf uchun bu suhbat bir umr esda qoladigan bo'ldi. Kechki ovqatdan so'ng Yusuf xonasiga kirdi. Kitoblar bilan to'la kitob javonini, tinchlik hukm surayotgan xonasini ko'rib, o'zgacha sokinlik his qildi. Mushafni olib, deraza yonida o'tirgancha Qur'on o'qiy boshladi. Uzoqdan ko'rinib turgan baland, bezatilgan archa va chiroqlarga ko'zi tushdi. Lekin endi Yusuf ularga e'tibor bermay, qalbi xotirjam holatda qiroat qilardi. Shu kecha Yusuf qalbida ilgari hech tuymagan bir tuyg'u, sakinatni his qildi. Ertasi kuni Yusuf maktabda sinfdoshlarini ko'rdi. Ular Yangi yil haqida gaplashishardi. Yusuf esa tingladi, lekin qalbi xotirjam edi. "Sizlar ham Yangi yilni bayram qilib nishonlaysizlarmi?" deb so'rashdi undan. "Biz uchun bayram faqat bir kungina emas, Alloh bergan har kuni bayram. Qur'ondan bir sura yod olsam ham uyimizda bayram. Otam juma namozidan kelsa bayram. Qurbon va Ramazon hayiti biz uchun bayram", dedi Yusuf zavq bilan. Sinfdoshlari biroz hayratda qolishdi. Ular har xil quvnoq raqs, o'yinlarni va rang-barang chiroqlarni bayram deb bilishardi. Demak, bayram faqat baland musiqa yoki qaysidir bir kun bilan emas ekan degan xulosaga kelishdi. Darsdan so'ng Yusuf maktabda bo'lgan voqeani onasiga aytib berdi. Onasi esa o'g'li bilan faxrlanishini aytib peshonasidan o'pib qo'ydi. Kechga esa oila davrasida Maryamning Qur'on o'qishga tushganligini nishonlab, katta bayram tashkil qilishdi. O'zaro sovg'alar ulashishdi. Shu kundan boshlab Yusuf qalbida bir haqiqat mustahkam o'rnashdi. Aslida haqiqiy har kim nishonlayotgan shovqin suron turli musiqali bayramlar emas, balki Allohni eslash bilan o'tgan sokin onlar, ota-onaning roziligi, kattalarning duosi va Qur'on tilovati qalbga haqiqiy baxt olib kelishini anglab yetdi.